Assalomu alaykum qarindoshlar. Bir qancha uchurlar haqida ma'lumot va diqqat qilish tegishli bir qancha ishlarni men to'plab qo'yay deb ovoz qoldiryapman. Hozirgacha Turkiyadan o'zini tizimlatganlar va boshqa davlatlardan email orqali, ilxat orqali bizga Kanada kelish iltimos sunganlarning iltimos qiluvchilar soni 1253 bizning sistemamizga kirgan. Bularning ba'zilari boytaq, ba'zilari oila, ko'plari oila. Ba'zi oilalarda 3-4 dan bola, ba'zi oilalarda 8-10 dan bola. O'tir hisob bilan oilani boytaqlar yolg'iz va ko'p oilalar shuni o'tir hisobga olsak, bir oilada xotin 2 bola deb eng tuvan shunday hisoblasakmi, jami bizning sistemimizga o'zini ma'lum qilganlarning soni 5012 nafar. Buningdan jadvallari to'ldirilganlar 800 nafar atrofida. Buni men bir ma'lumot berib qo'yay. Yana birisi qo'shimcha eskartilgan narsa, men qaysi kuni bizning ishlayotganlar bilan yig'inashdim, masalalar nima shularda bir paranglashaydi deb. Bir qancha masalalarni sizga deb qo'ymoqchi. Birisi qalaymagan telefon qilmanglar. Ishlaganlarga telefon qilsanglar vaqt farqini bir hisoblab telefon qilinglar. Kechalardami telefon quvvatida insonlar etdigan soat 3-4 telefon quvvatida Kanada bilan yoki Toronto bilan İstanbulning vaqt farqi 7 soat. Ya'ni sizlar etdigan soat 8da telefon qilsanglar Torontoda kech soat 1 bo'ladi. Tushdan keyin 1da telefon qilsanglar Torontoda etdigan soat endi 7 olgan bo'ladi. Şunlaşqa telefonni qilmanglar. Telefon bek zarur ish bo'lsa-mu, vaqtni hisoblab telefon qilinglar. Bunda qilganinglar bek edepsizlik. Buni bir deb qo'yay. Ikkinchidan, insonlarning telefon nomerini hammaga taqatmanglar. Bu qonunsizlik. Uchinchidan, ankitini o'z toshqizganlar, xatni tuzuk yozinglar. Insonlar o'qalig'idek yozinglar, konizlik yazsanglar. Çünkü nurgun xatlaringlarni inson o'qolmay bu yerda yozgan narsalaringlar bekor ketyotadi. Anandan keyin 4-chi deb qo'ydiganim biroz sabr qilinglar. Bu yerda uchurni kirgizgan 5500 odam Kanadada mush ishni bir taraf qilish ishlayotgan aran 4 odam. O 4 odamning maoshini men bir yerdan iyonadan tepib nima qilyapman. Bizning insonlarimiz naminaga pul beradi, ama o'zimizning ishiga nim qilmoqlik, kuchimaglik. Shu ishma hozir mening beshim qiliqlik, shu ishlaganlarning maoshini bir yerdan tepib. Hatta bir Afg'onistonlik, Afrikalik birisini o'zining ankitini toshqiza oladi. Bizning Uyg'urlar xili cho'ng so'zlaganlarni o'zining ankitini toshqizolmoqlik. Bize konizlik chiqib tarjima qilib berdik, turk chiqib berdik, shuncha ular doim so'riladigan savollar deb yo'lladik. Hamma narsani qanday qilib bu vaqtga ichkizgandek insonlarimizga tushuntirib, bu insonlarimiz ishni bir o'zi qilsin deb. Qilambaninglar, shunlashqa men insonlarni ishlatyapmiz. Lekin bu insonlarni ishlatganga sizlar to'yg'izib etdinglar. Qalaymakan telefon qilib. Hatta 20 qatimdan ortiq email yozgan haqlar bor. Her bir artık yazgan email muşa insanlarını meşgul kılıdı bir yerde, başkalarına cevap veriş vakti geçkedi. Onda kalaymakan email yazmanlar, bir kıtım yazganlar küpaye. O kalaymakan yazı vermanlar, ben dep koydum ballağa. 3 kıtımdan artık email yazganlarını öçürütünler, mındakılık suistimal kılganlarını dep. Eğer muşundanım kıysanlar, ben ballağa şu nemene düşerdim ben hazır. 3 qatimdan artıq email yazıb qalaymakan telefon qilib nimasini tizimlikdan o'chiruvtinglar dedim. Men shu bo'yicha qilaman. Chunki bu insonlarni to'yg'izib etdinglar. Ananiki yana bir deydigan narsa, email adresinglarni muqim bir email adresi ishlatinglar. Men jadvalni to'ldirib qo'ygandan keyin mening email adresim o'zgarganda yazganım andaq emasdim, yazganım bu insanların her silinin nimalar qayta yo'qlab onu içib, e-mailini o'zgartib. Bunda bozak qilmanglar insonlarni. Bir Allah'tan qo'rqadigan, faqat Allah'tan qo'rqadigan bir inson bo'lsanglar va o'zinglarning oshkor isminglar bilan email ichinglar. Bu g'arb dunyosida har qanday yerda
Bu e-mail degan bir adamning adresi, hamma odam o'zining dadasi azan to'lab qo'ygan ism bilan e-mail ochadi. Qalaymiqa ishorat bilan e-mail ochmaydi. Ertugun ben Kanada kelib qolsanglar, bank hisob ochsanglarmi, shu o'zinglarning ismi bilan e-mail talab qiladi. Hatta pulni bir hisobdan bir hisobga boshqalardan pul topshirib olsanglarmi, shu o'zinglarning e-maili, shu bank hisobdagi isminglar bilan yoki rasmiy isminglar bilan o'xshash nima qilingan e-mail orqali bo'ladi bu pul muomala ishlari. O qalaymakan ishorat bilan tarim yo'lvasi etdi, taklimikan yo'lg'ini etdi, jasoratlik bir nima etdi degan unda e-mail bilan hech qanday ertugun bir ishlarni qilolmaysizlar. Shunglashqa o'zinglarning isminglar bilan otanglar azan qo'yib to'lab qo'ygan isminglar bilan e-mail ichib shu bo'yicha qilinglar shuni. O'zinglarni bunda yoshirib isminglarni deyishdan qo'rqib bunda qilganlar bu yaşamanglar bunda yaşıgıça. Bunda qo'rqib yaşıgıça o'lgan yaxshi. Hatta ismi bilan bir e-mail etishni bilmagan, bir ismini bir jasorat deyishni bilmagan bunda insonlarning bu yashab nima qilasizlar? Undaq bir qo'rqib bu dunyoda yashab bo'g'lalamdi. Shunglashqa shu narsalarga diqqat qilinglar. U qalaymakan uchurlarni yezivamanglar. Menga yomonchiq uchur keladi. Kech uxlab olsam uchur keladi. Bu insonlar vaqt farqi yo'q, bunda vaqt hukmi yo'qmidi deb ba'zi o'ylab qolaman. Unda qilmanglar qarindoshlar. Ma insonlar fidokorlik bilan sizlarga yordam qilaman deb ishlayotdi. Bularni mush uchurga bombardimon qilib to'yg'izib etdinglar. Men ma degan mashlarga diqqat qilinglar. Agar diqqat qilmasanglar, men deganimdek shu 3 qitimdan ortiq qalaymakan e-mail yozgan, qalaymakan telefonni qilivagi odamlarning nimasini shu telefon nomeri yoki nim bo'yicha men ankitdan chiqarib o'tinglar dedim, shu bo'yicha qildim. Shunglashqa men qayta eskartay. O'zinglarning otanglar azan to'lab qo'ygan isminglarga e-mail adresidan birini ichinglar, shu mangulik e-mail adresinglar bo'lsin. Ertugun butun uchur aloqada shuni ishlatisizlar. Hukumatning nimasiga to'ldiradigan gap e-mail adresini. Unda qalaymakan shifrlar bilan, qalaymakan ishoratlar bilan o e-mail u bir narsa ifodalamaydi. Chunki ertugun bank hisob ochsizlar, bank hisobda u yerdan pul topshirib olsanglar, shu bankga berib pul avatib qo'ymaydi. E-transfer deymiz, shu e-mail orqali, ilxat orqali pullar yetkaziladi u yerdan bu yerga. Shu vaqtida bu lozim. Bu o'zinglarning isminglarga ichilgan e-mailni ta'minlab beringlar. Qalaymakan telefon qilmanglar. Bo'libmi telefon zarur tepilsa, shu vaqtni o'ylab, Toronto'ning vaqti İstanbul'dan 7 saat keyin. Shuni o'ylab, hozir men telefon qilsam, Toronto'da soat qancha bo'ldi deb, akşam saat 10'da telefon qilsanglar, İstanbul'ning 10 akşam saati, Toronto'da 3 bo'ladi. Shu 7 saat farqni o'ylab telefon qilinglar. Muşalarni men qayta eskartib qo'yay, anadagi insonlarning shaxsiy uchurini, telefon nomerini boshqalarga bermanglar. O'zinglarning uchuringlarni boshqalar bilan o'rtoqlashmanglar. Muşani qayta eskartib qo'yay. Men agar bu qoidalarga bo'ysunmagan, suiiste'mol qilgan, o'zidan boshqani o'ylamaydigan shaxsiyatchi, shu meninglam bo'lsin deydigan, meğer ishlayotgan insonlarning vaqtini suiiste'mol qilib, isrof qilib, 20-30 e-mail yozib, mundaq mas'uliyatsiz insonlarni bizga kerak emas. Men bolalarga dedim, chiqarib o'tinglar deb, buningkin bunga diqqat qilinglar. Ma'qul, xo'sh, Allohga emanet.